Imom Buxoriy nima uchun uylanmaganlar? Bu savol bu kunning savoli. Bugunning g'ami qorin, bola chaqa, uylanish tamom. Boshqa g'am yo'q bugun. Bugun bashariyat qorni bilan yashaydi. Bolasi bilan yashaydi, ishi bilan yashaydi. 10 kishi bilan misol tariqasida suhbatlashsangiz, undan keladigan savollarni ma'naviy darajasi, ilmiy darajasi to'g'risida deyarli savol bo'lmaydi. Qayerda ishlaysiz? Falon joyda. Farzandlar nechta? Falon. Uzatganmisiz? Uylantirganmisiz? Hovlingiz bormi? Mashina qanaqa? Va hokazo. Oy, Qur'ondan qancha bilasiz? Hadisdan qancha bilasiz? Bu maktabda matematikani, ona tilini, adabiyotni o'qiganmisiz? Necha bayt she'r bilasiz? Oysha onamiz aytadilar, 18 ming misra she'rni yoddan bilaman dedilar. 18 ming misra she'rni. Nima uchun aytganlar? O'zlari ko'chaga chiqib jar solmaganlar. Odamlar o'qishdan so'ragan, qancha she'r bilasiz deb so'ragan. Ammo mezonlar o'zgardi, me'yorlar o'zgardi. Faqat g'am qorin g'ami bo'lib qoldi. To'yga borgandagi masala bitta. To'y juda fayzli bo'ldi. Dasturxon usti juda obod. Hamma yeydigan narsa va hokazo va hokazo. Biz erkaklar bu borada bugun ayollarning qulimiz xolos. Ayollarni xizmat qiladigan qulimiz xolos. Ayol nima desa o'shani keltiramiz. Dasturxon ustiga nima bo'lishi kerak? Tamom, bizga nima beriladi? Bizga vazifa beriladi. Biz o'sha vazifani bajaramiz, tamom. Bajarishga majburmiz. Alloh taolo ofiyat bersin. Alloh taolo salomat tutsin. Bu yerda aql sohiblari, idrok sohiblari, o'qituvchilar o'tiribdilar, pedagoglar o'tiribdilar, yosh kattalar o'tiribdilar. 20 kishi bilan savol javob qilib ko'raylik. 20 ta to'yga boraylik. Na bir amru ma'ruf, na nahi munkar. Ayollarni ma'raka marosimlari undan ming battar. Ayollarni g'ami bitta. Stol ustiga nima bo'lishi kerak? Kiyiladigan kiyimi qanday bo'lishi kerak? Va hokazo tadbirlar. Biror tadbirdan keyin biror ayolimiz, qizimiz, onamiz uyga kelib aytdilarmi? Falon hadisni aytdilar, men eshitmagan ekanman. Falon rivoyatni aytdilar, men eshitmagan ekanman. Falon masalani aytdilar, shuni qilmas ekanmizda. Falon bir sunnatni aytdilar, biz qilmagan ekanmizda. Yo'q. Shuning uchun bunday jamiyat, bunday kalla emas, bunday qorindan chiqadigan savol albatta nima bo'ladi? Imom Buxoriy nima uchun uylanmaganlar? Imom Buxoriy shunday ilm bilan mashg'ul bo'lganlarki, uylanish o'qishini eslaridan ham kelmagan. Uylanish o'qishini kallalariga ham kelmagan, ilmga sho'ng'igan odam bo'lganlar.